Xitoy Sharq Turkiston xalqini davomli surgun qilganligiga ishorat qildi. Xitoy uzun yillardan beri atalmış namoratlikdan qutulish nomida Sharq Turkiston xalqini Xitoy o'lkalari yoki Sharq Turkistonning boshqa rayonlariga majburiy surgun qilib, qul o'rnida setish, atalmış ishga o'rinlashtirish nomida Xitoy zavod korxonalaridan majburiy emgak silish qatorliq razil siyosatini ijro qilib kelmoqda. Xinhua agentligining 7-iyundagi xabarda oshkorlanishicha, Xitoy muavin bosh ministri Hu Chunhua 6-oyning 4-kundan 7-kunigacha Sharq Turkistonning bir qancha viloyat va shaharlarini ziyorat qilib, atalmış namoratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish va uni kengaytirish kerak deb ta'kidlagan. Yaponiya va Xitoy mudofaa ministrlari 3 yildan buyon tunji qatim yuztirani ko'rishdi. Singapurda o'tkazilgan xalqaro munbarda Yaponiya va Xitoyning davlat mudofaa ministrlari 3 yildan buyon tunji qatim yuztirani ko'rishdi. 19-navbatlik Shangrilar dialogi munbiri 10-iyundan 12-iyungacha xalqaro strategik tadqiqot o'rin tarafidan Singapurda o'tkazildi. Başlıqlar yığınının axırıq günündə Yaponiya Dövlət Müdafiə Ministri Keiichi Nobuo və Xitay Müdafiə Ministri Wei Fenghe iki tərəflik və rayonluq tərəqqiyatını müzakirə qıldı. Keiichi Nobuo bir saat ətrafı davamlaşqan yığından keyin muxbirlərə qılğan sözüdə özünün Xitayning Şərqi dengizi və Cənubi dengizidagi tangpunluqni qo'llashga chaqirganligini aytdi. Xitay Müdafiə Ministri Wei Amerikani Tinch okeanda qarshilish paydo qildi deb aybladi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministri Wei Fenghe Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonida Xitoyni cho'rdigan holda to'qinish va qutublashni paydo qilishni maqsad qilganligini va ko'p taraflamalik degan nom ostida kichik alohida guruh qurishga tirishganligini aytdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin oldingi kuni qilgan so'zida Xitoyning Tayvan bo'g'izini tinchligi va muqimligiga bo'lgan tahdidining kunsir kuchayotganligini ta'kidlagan edi. NATO bosh kotibi Stoltenberg Turkiyaning endisi yo'lliq. Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan ko'rishgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiyaning Finlandiya va Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lishidagi andisining yo'lliq ekanligini aytdi. Biden Zelenskiy bizning urushdan burungi ogohlantirishimizni anglashni xohlamadi. Ukraina prezidenti Zelenskiyning bayonotchisi Amerika prezidenti Bidenning Zelenskiy haqida aytgan Rossiyaning Ukrainaga hujum qilganligi to'g'risidagi ogohlantirishimizni anglashni xohlamadi degan so'ziga inkos qaytardi. Zelenskiyning bayonotchisi Sergey Nekerov Zelenskiy haqida aytilgan anglashni xohlamadi degan so'zini oydinlashtirish kerak dedi. Zelenskiyning hujumni ko'zda tutib oldini olish xarakterlik embargo qarori talab qilganligini ta'kidlagan Nekerov, bu yerda sheriklarimiz bizning gapimizni anglashni xohlamadi deyalaymiz dedi. Shanxayda millionlagan kishilar uylariga qamaldi. Xitoyning pul muomala markazi Shanxayda hafta oxirida millionlagan kishilar Xitoy virus tekshirish uchun uyga solandi. Hafta oxirida taxminan 25 million nüfusli shahardagi 16 rayonning 14ida fuqarolarning hafta oxirida sirtqa chiqishga ruxsat qilinmadi. Bu shahardagi 2 oylik cheklamalar texi 6-oyning 1-kuni bekor qilingan edi.